Men Bo'ydari Bekzod, Namangan tumani Navqiron mahallasida istiqomat qilaman. Maktab ta'limini tugatgandan so'ng yigitlik burchimni ado etgani harbiy xizmatga yo'l oldim. Harbiy xizmat tamomlangandan so'ng Namangan davlat texnika universitetiga o'qishga qabul qilindim. O'qishni tugatganimdan so'ng o'zim yo'nalishim bo'yicha tashkilotlarga bordim, lekin ishga kira olmadim. Undan keyin ishsiz bo'lib qoldim. Yigit kishiga uyda o'tirish yarashmaydi. Shuning uchun yana ish qidirishni boshladim. Ishsizligim bo'yicha yoshlik yetakchisiga murojaat qildim. Yoshlik yetakchisiga men harbiy xizmatga borganimni aytganimdan so'ng tuman mudofaa ishlar bo'limidagi bo'sh ish o'rniga tavsiya qildi. Hozir tumandagi 4-maktabda chaqaloqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanidan o'quvchilarga dars o'tyapman. Bugun men nafaqat ishli bo'ldim, balki yosh avlodga bilim berayotgan jamiyatga foydasi tegadigan inson sifatida o'z o'rnimni topdim. Men bundan juda xursandman.